Yana ikkinchi tomoni ham bor. Biz haydovchilarga, aholiga jabr qilguncha ularga sharoitni yaratib berishimiz kerak. Qaysi ma'noda? Bugun Forish tumani aholisi bilan kecha biz doimiy komissiyada bu narsani anchagina 3 soat, 4 soatlab muhokama qildik, tortishuvlargacha bordik. Mana hozir aytyapmizki, yo'lni tezligini pasaytirishimiz kerak. 100 km/soatdan 70 km/soatga. Xalq bunga tayyor, rozi. Qachonki yo'lni tayyorlab beringlar, o'rtaga bordyur qo'yib beringlar yoki 4 polosali qilinglar, 50 km/soatga tushirib qo'ysangiz ham biz rozimiz deyapti. Avtoyo'lga savolimiz bor, yana bir bor. Aka, iltimos o'rningizdan turing, chunki qachon avtoyo'l bu ta'mirlash jarayonida yo'lni chetidagi tuproqni bir sloy qilib yamashni bas qiladi. Siz hozir bir sloy asfalt yopdim deyapsiz. Men Forishni yo'lga yaqinda borganimda ham lapatkada, kurakda o'sha yo'lchilar baraka topsin, mehnat qilyapti. Ular nima qilsin, resurs bo'lmasa, asfalt bo'lmasa yoki o'sha yo'l chetidagi tuproq bilan yamayapti. Siz aytganingizdek 2 oyga yetmasligining sababi yechimi mana shu. Faqatgina tuproq bilan yopilyapti. Asfalt tugul. Ikkinchi masala, sizga yuborilayotgan deputat so'rovlariga qaytar javobni qachongina bir asosli qilib qaytara olasizlar. Aytmoqchi bo'lganimiz, shablon gaplardan qochingizlar iltimos. Keyingi yil yoki hozir mumkin emas, bu joy muvofiq emas.